Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz birgalikda darsimizda BSR deb nomlangan narsani, ya'ni terminni gaplashib o'tamiz. Bu o'zi abbreviatura bo'lib, Best Seller Rank deb nomlanadi. Bu nima degani? Bu bizani tovarimizni, ya'ni mahsulotimizni o'zini aniq bir pog'onasiga egaligini ko'rsatib turadigan bitta analizdan kelib chiqqan iminni pog'onasi, ya'ni numeratsiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Buni misolda sizlarga keltirib beraman, hozir ko'rsatib va ko'rsatganimda 3 ta har xil tovar ko'rsataman. 3 ta har xil listing va 3 ta har xil BSR. Kelinglar ko'rib o'tamiz. Birinchi ko'radigan narsamiz mana ko'ryapsizlar, zo'r kategoriyada bo'lgan tovarlarimizdan biri. Bu mana shokolad 12 ta dona joylashgan videolari listingini ko'rsanglar bo'ladi. Endi kimlardadir tepada, kimlardadir pastda ko'rsatishi mumkin. Amazon har xil bir xillarda ko'rsatadi, lekin men sizlarga hozir ko'rsatib o'tadiganim pastda joylashgan bo'ladi. Bu nomeri yana ham pastroq tushganimizda mana bu yerda ko'rayotganingizdek product details deb, ya'ni mahsulot haqida detalizatsiya haqida gaplashadigan joyida ko'rsatib qo'ygan joyida bu yerda именно shu mahsulotingizga tegishli bo'lgan informatsiya va pastroqda mana Best Seller Rank deb nomlangan joyini ko'rsanglar, 3-nomerli bo'lib turibdi. Bu degani, ya'ni 3-nomer degani tasavvur qilinglar, butun Amazon Marketplace bo'yicha 3-pog'onada turgan sotuv bo'yicha mahsulot. Bu juda ham zo'r mahsulot, juda ham zo'r sotiladigan mahsulot, lekin bu mahsulotlarning hammasi ham bizga ochib sotishga ochiq ruxsat berilmasligi mumkin. Keyingi tovarimizni ko'radigan bo'lsak, bu tovarimiz mana bundan oldingi darsimizda o'tgan tovarimiz uy jihozlari, ya'ni oshxona jihozlariga kiradigan tovarimiz. Buni ham pastrog'iga tushadigan bo'lsak, mahsulot haqidagi informatsiya tarafiga tushadigan bo'lsak, bu yerda ham hamma mahsulot informatsiyasi yozilgan, ya'ni product dimensions, razmerlari, qanaqa material va hokazo, rangi, ipasida ko'rsanglar bo'ladi. Best Sellers Rank deb nomlangan joyda 884-pog'onada turgan bu mahsulotimiz. Endi bu mahsulot ham yaxshi hisoblanadi. Endi men sizlarga yomon mahsulot haqida gapiraman. Misol uchun mana shu mahsulotimiz. O'zi ko'rinishidan ham ko'rsanglar bo'ladi, farqiga bitta deb borasizlar. Ya'ni ko'ryapsizlar, listingi o'zi ham zo'r yaratilmagan. Lekin shu mahsulot ham sotilyapti. Lekin yaxshi yaratilmagan, yaxshi qaralmagan, shuni hisobiga yaxshi savdo bo'lmagani uchun buni nomeri ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni pog'onasi 424.634-pog'onada bo'lib turibdi. O'zi tasavvur qilsanglar, agar mana misol uchun Forex birjalarda bo'ladigan diagrammani tasavvur qilsanglar, bunda diagramma bo'lsa, o'sha diagrammada bilasizlar, narxlar, ya'ni qanaqadir qimmat qog'ozlarning narxi yoki qanaqadir tilla oltinlarning narxi oshgan sari haligi bundoq diagrammasi ham ko'tarilib boradi. Bizani misolda bu umuman nabarot, ya'ni umuman boshqacha. Bu nabarot bizada tushib boradi. Qancha tushib borgan sari, ya'ni bu degani qancha tushib borgan sari pog'onasi ko'tarildi degani. Ya'ni tepadan boshlab, milliondan boshlab aytaylik, birinchi pog'onagacha tushib boradi. Birinchi pog'onadagi sotilayotgan narsa mana shu Amazon Marketplace'da eng zo'r sotilayotgan narsa deb hisoblanadi. Shuni iltimos eslab qolinglar va yozib olishinglarni iltimos qilardim. Yana bitta informatsiya aytib o'tib ketmoqchiman sizlarga. Shu o'rinda bizani iminni mana shu BSRni tushiradigan narsaligi nimalar yana ta'sir qiladi. Ko'pincha ta'sir qiladigan narsa bu har xil, ya'ni suvda kam bo'lishi, narx o'zgarishi yoki aytaylik sotuvchilarni soni oshib borishi. Ya'ni bitta mahsulotda, bitta listingda 10 ta emas, 20 ta emas, 30 talab, 40 talab sotuvchi bo'lishi mumkin. Ana o'shanda BSR ham ko'tarilib boradi, ya'ni yomon tarafiga. Tushib borsa bu yaxshi. Shuning uchun o'zingizlar uchun yaxshilab tushunib olinglar shu narsani, iltimos. Qancha BSR tushgan sari, ya'ni qancha pastga, nulvoy tarafga qarab yurgan sari bu yaxshi hisoblanadi. Biz sizlarga o'zimizning gruppalarimizda yana tablitsa beramiz. Kategoriya har bittasi bo'yicha, imенно mana shu BSR bo'yicha qaysi kategoriya 1% yoki qaysi kategoriya 5% yoki 10% ga kiradigan imенно
toifalarni sizlarga yozib, chizib, hammasini gruppamizga tashlab beramiz. Uyga ketib qolishinglardan oldin sizlarga muhim bo'lgan bitta ma'lumotni berib o'tib ketmoqchiman. Iltimos qilaman, yozib olinglar. Bu narsa hali kelajakda juda ko'p kerak bo'ladi bizga. Sizlar bilan bu narsa ustida ko'p ishlaymiz. Xo'p, agar tushuntiradigan bo'lsam, BSR bilan toifalar haqida gaplashadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, ikkita har xil toifa bor. Birinchisi ichida, ya'ni birinchi toifamizning ichida 100 mingta tovar bor. Ikkinchi toifamizning ichida 1 millionta tovar bor. Lekin ikkalasida ham ikki xil mahsulot bor. O'sha ikki xil mahsulotni pog'onalari bir xil, ya'ni 100 ming. BSR 100 ming. Endi tasavvur qilinglar, birinchi toifamizda 100 mingta tovar bor. O'tda bizning pog'onamiz 100 ming. Ya'ni o'sha mahsulotimizning pog'onasi 100 ming. Ya'ni BSR 100 ming. Ikkinchi toifamizda 1 millionta tovar bor. U yoqda ham pog'onasi 100 ming. Qaysi biri zo'r? Конечно, biz sizlar bilan nimani tushunamiz? Biz sizlar bilan haligi 1 milliontalik mahsulot toifasida 100 minginchi o'rinni egallab turgan mahsulotning pog'onasi zo'r hisoblanadi. Chunki bu yoqda 100 minginchi pog'ona bu eng oxirgi pog'ona bo'lib qoladi. Shu narsani inobatga olib, shu narsani iltimos qilaman, o'zingizlarga yaxshilab yozib qo'yishinglarni. Biz sizlarga agar kerak bo'lsa, keyinchalik gruppalarimizda tablitsa, ya'ni tushunishinglar uchun qaysi pog'ona, qaysi eng yaxshi pog'ona, qaysi yomonroq va qaysi undan ham yomon bo'lgan pog'onalarning statistikasini berib o'tamiz. Bemalol biz bilan chatda, Telegram chatimizda so'rab, yozib, so'rashinglar mumkin. Biz aloqada biz.